Mobita Bantan Telegram kanali tomonidan O'zbekiston Betis Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi. Sizlar bilan Mubidub kanali uchun dublyajda Kim Jun Hee. Ha, salom. Bugungi Rambiches. Biz qaytib keldik, ikkinchi mavsum. Bu haqiqatdan ham biroz vaqt o'tdi. Bilaman. A'zolar to'rtga bo'linadi va o'rin g'olibga beriladi. 7-chi o'rinlar jazolanadi. Bizlarga qaranglar, xuddi kiyimlarim yoshligimdagi amakimning kiyimlariga o'xshaydi. Biz xuddi qo'shnilardekmiz. Bizga qarang. Kattaroq do'stlar xuddi do'konlarga borganda. Rostini aytsam, haqiqiy moda faqat Shugada. Biz odatda bunday yurmaymiz. Kelishim kerak bo'lganda rostdan ham uxlayotgan edim, shuning uchun shimimni orqaga kiyib oldim. Biz buni shunday kiyishimiz kerak. Rostini aytsam, Jihob bu joyini sotib olgani kelgan. U egasining o'g'li. Bu to'g'ri. Bu mening tug'ilgan kunim uchun sotib olgan poyabzallar. Bu o'yingohni sotib olgan keldingmi? Biz maktablik davrimizga qaytgandek bo'lamiz. Shuning uchun biz o'yinda saqlanishga harakat qilamiz. Keling, o'yin uchun boraylik. Birinchi o'yin. Hammangiz qo'shiqchi ekansiz, keling ritmlarni qanday bilishingiz kerakligini ko'rib olaylik. Yo'q, nasos o'yinimi? Shunday. Men buni juda yaxshi bilmayman. Birinchidan keyin kim boshlashni xohlaydi? Jungkook ketishi mumkin. Jungkookni mag'lub etishga harakat qilishga o'xshaydi. Keyin Jungkook yaxshi bo'lganing uchun juda katta darajaga bor. Hech qisi yo'q. Ehtiyot bo'ling, men buni qilishim kerak. Qattiq 2 darajasi. Mana shu. Eliza uchun buni o'ynaganda biz Eliza uchun qilishimiz kerak. Bu Eliza uchun. Menimcha bu qiyin bo'ladi. Bu qiyin, juda qiyin. Agar Jungkook shunday bo'lsa, hozir haqiqiy o'yin bo'ladi. U buni qanday qila oladi? Menimcha qiyin bo'lishi mumkin emas. Bu juda qiyinmi? Bu qiyin. Darajaga erisha olmaymiz. U juda hayratda. U hayron. Jungkook qila olmaydigan narsa bor. Hammasi joyda. Voy, hozir Jungkook hozir juda hayratda. Jungkook oxirgi o'rinni egallashi mumkin. Nega sekinlashmoqda? Bu o'yin Jungkookni juda yaxshi ko'radi. O'yin Jungkook yo'q. Bu juda qiyin, Jungkook oxirgi o'rinni egallashi mumkin. Bu sekinlashmoqda. O'yin Jungkook tomonida. Jiddiy. Jon Jungkook, bu yerda ham muxlis bor. Biz o'ylagandek, bu juda qiyin. Katta a'zolarning Jungkookga rashk kelganidan nihoyat u tugatdi. Jungkook oxirgi bo'lishi mumkin va keyin bu Jimin. Biz bu qo'shiqni qila olmaymiz. Bu qo'shiq uchun emas. Hisob qancha bo'ldi? Jungkook F oldi. Bu 210 ming ball. Lekin ballar qiyinchilik darajasiga ham bog'liq. Keyingi Jimin. Men qo'shiqni tanlayman. Mana shu. Yuring Jimin. Bor Jimin. Bu tez, bu 1 olmush, juda aqldan ozgan. Bu juda oson. Bu qiyin darajadami? Bu oson. Men zarba nima ekanligini bilmayman. Haqiqatdan ham bu mashina ham Jiminning muxlisi. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, Jungkook oxirgi bo'lmasligi mumkinmi? Jimin bu borada juda yomon. Jiminga esa umuman farqi yo'q. Men uni aralashtirib yubordim. Keyin Shuga davom etadimi? Shuga. O'yinni tugatgan va ruhiyatni yo'qotgan do'stga o'xshaydi. Kim? Jungkook qancha ball oldi? 220 edimi, 210 edimi? Biz Shugani jo'natishimiz kerak. FIFA Ulti'ning 4-fasli. Juda qiyin. Bu qizil, moviy. Menimcha Shuga bu borada yaxshi bo'lmaydi. U biz o'ylagandan ham yaxshiroqmi? U yaxshi ishlayapti. Yaxshi.
Nega bu juda qiyin. Darajani yo'qotib bo'lmaydi. Men o'z darajamni ushlab turishga harakat qilaman. Men qila olaman deb o'ylayman. U taslim bo'ldi. U bajardi. Taslim bo'ldi. Keling, hisobni ko'rib chiqaylik. U yaxshi boshladi, lekin keyinroq vahima tushdi va taslim bo'ldi. Bali sizda kombinat bor yo'qligiga bog'liq. Men kurtkamni yechayapman. Men oyoq kiyimimni ham yechib olaman. Ko'rganimdek, uslub eng muhimi. Yalangoyoq. Uslub muhim. Shu qo'shiqni tanlayman. 근데 이 PM이 195예요. 왼발로 하면 잘 되는지 한번 해봐. U tez. U bola. Men bu qo'shiqni bilaman. U aniq qila olmaydi. Ketdik. Hey, bu qiyin bo'lish haqida emas. Odamlar buni qanday qilishadi? Men qo'shiqni bilmaganim uchun. Jihob, bu qo'shiqda bet yo'q. Bu qanaqa qo'shiq? Buning hamrohligi yo'qmi? Agar u 195 bo'lsa, u eng tezi hisoblanadi. Ikkala qo'lni ham ishlating. Sen 4 ta bilan ishlaysan shunda. Bu sen uchun ancha yaxshi. Bu sizga ko'proq mos keladi. Va hamma endi umidim bor. Menda 120 ming ball bor edi. Jihob, siz deyarli jinni bo'ldingiz. Bu yerda birga bo'lgan bo'lish kerak edi. Sen uni bosganing uchun bo'lsa kerak. Faqat uning yonida buni qilish kerak. Arem mashq qilmoqda u. Bu ajoyib. Ikkalasi ham charchashdi. Jimin aytayapti, agar yutqazsam, shuni tomosha qilaman deb. Bu juda oson edi. Meniki haqiqatdan ham qiyin edi. Sizlarda eng yuqori BPM bor edi. Agar u 135 bo'lsa, Jin ajoyib. Men. Menimcha siz Jihobdan ancha yuqori bo'lasiz. Jin, sen menda balandsan. Siz birinchisiz. Jin o'ziga ishonmayapti. BTS yangi raqs qiroli. Siz BTSning yangi raqs qirolisiz. Hamma iltimos diqqat. Bu final. Vi va men buni birga qilamiz. Bu tez, qani ketdik. Men seni mag'lub qilaman, Vi. Kim g'alaba qozonadi? Namjun ajoyib o'ynamoqda. Siz shunchaki biror narsaga qadam qo'ymaysizmi? Namjun, bu tezroq. Namjun yuzi bilan nasos o'ynayapti. Hech qisi yo'q. Bu juda qiyin. Neyse, maza qilib videolar tushkunlikka tushgan vaqtida buni ko'radi. Bu bilan biz birinchi bo'lishimiz mumkin. Bilaman. Ularning natijalari qanday? Bu juda charchagan. Namjun g'alaba qozondi. Men yutdim. Kimdir 59 ming balldan kam ballga ega. Men. Jihob, siz oxirgisiz. Men oxirgiman. Buning uchun yakuniy ballarni e'lon qiling. Sokjin birinchi o'rin. Ajoyib Jin. Unga birinchi raqamni olish kuni keldi. Jimin kutilganlik ikkinchi o'rin. Men deyarli birinchi bo'ldim, lekin Jin meni mag'lub etdi. Jungkook 3-o'rin. 4-o'rin Suga.
Arem 5-o'rin. Shunga ham xursand. Va Jehop oxirgi. Shunday kun keldi. Jehop, umid qilamanki, ajoyib. Sen dahshatli raqsga tushasan. Jin 241, Jimin 216, Bok 210, Rizim 59 va oxirgi Jehop 31 ming. Biz tanamizni shashimiz kerak. Jin birinchi bo'lib, Jehop oxirgi bo'ldi. Endi raqs darslarini olishing kerak. O'yinda raqslar bir-biriga bog'liq emasligini ko'rsatadi. Biz buni aniq isbotladik. Biz uddaladik. Hech qanday munosabat yo'q. Raqsga umuman aloqasi yo'q. Unda darhol keyingi o'yinga o'tamiz. Bu arkada olimpiadasi. Ikkinchi o'yinni boshlaymiz. Ikkinchi o'yinimiz sizning yoningizda ko'rgan narsadir. Bu basketbol. Basketbol o'yini. A'zo birga boradi va ko'proq ochko to'plashga harakat qiladi. Basketbol haqida ko'p gap ketganda bu Shuga. 1-2 marta sinab ko'rganman. Buning basketbolga aloqasi yo'q. Rostini aytsam, bu o'yinni oldin kim o'ynamagan? Men uni hech qachon o'ynamaganman. Men uni oldin o'ynaganman. Buni hech qachon sinab ko'rmaganman. Men basketbolni yoqtirmayman, haqiqatan ham. Keling, buni amaliyotsiz qilaylik. Darhol bunga boramizmi? Keling, oldin tanlab olaylik. Xo'sh, kim birinchi bo'lishni xohlaydi? Shaxsan, lekin baribir men avval qilganim uchun sen uni yaxshi bajarasan. Sizlarga bunga aloqador emasligini isbotlamoqchiman. Jungkook bilan qiling, birinchi borgan odam. U hamma narsada yaxshi ekan, birga qiling. Keling, munosabatlar yo'qligini bilib olaylik. U xuddi sinovchi odamga o'xshaydi. U sinovchi. U baribir eng yaxshisi. Jimin va men birga boramiz. Yaxshi, keling, do'stlar bir-biriga qarshi bo'lsin. Lekin birimiz yakka o'ynashimiz kerak. Jin yolg'iz o'ynashi kerak. Jin hech qachon o'ynamagani uchun Jin bugungi yulduz. Mayli, kel Jungkook. Qo'zi qushdi shisha jamoasi. Qani ketdik. Boshlandimi? Boshlandi. Shunday qildi. Jungkook yaxshi. Jungkook yaxshi. Ajoyib. Buni basketbol bilan hech qanday aloqasi yo'q. Shuga, siz juda to'g'ri o'ynayapsiz. Uning tezligi yo'q, Shuga. Siz xotirjamroq o'ynashingiz kerak. Tinchlik bilan hech qachon vahima qilmaslik kerak. Jungkook esa buning aksi. Jungkook tezligini yo'qotmoqda, u qadamni yo'qotdi. Hammasi tugadi. Bu mumkin emas. Ular 93 ball va 78 ball. Tushmoqda. 121 balldan 120 gacha. 2 martalik vaqt. 2 marta boshingiz kerak 2 martalik vaqt davomida. Siz uni qo'yishingiz kerak. Uni hozir qo'ying. Qo'llarim og'riyapti. 200 ball boshqa tur bormi? Necha chorak bor? Jungkook 200 balldan o'tdi. U o'ynayapti chunki uning balli 200 balldan yuqori. Men tugatdimmi? U juda ajoyib. Siz buni ko'rdingizmi? Uning o'z uslubi bor, u qildi. Siz xotirjam bo'lishingiz kerak. Uning uslubi kamaygan. Otib tashlang, faqat tashlang. U faqat darvoza ustuniga zarba bermoqda. Endi hisobni qarang. 244 dan 146 gacha. -50. Qanday charchagan. Keyingi kim? Va men hozir boraman. Keyingi do'stim, davom et. Tayyormisiz? Ha, tayyor. Ammo Jiminning aniqligi yaxshiroq. Jimin, sen zo'rsan, sen uni kaltaklayapsan. Teyun, agar sening balling 100 dan oshmasa, sen uchun hammasi tugadi. Jimin ajoyib. Hali emas. Yo'q. Nega kirmayapti? Uslubingizni yig'ing, uslub. Jimin, sening balling 200 dan oshishi kerak. 200 dan oshishi kerak. Hozir yetib bormoqda. Hammasi tugadi. Ular aqldan ozgan. Jimin, voy. Jimin. G'alaba qozondi. Sen yutdingmi?
uni aylantirdi. U Jimindan o'tib ketdi. V 3 ochko bilan Jimindan oldinga o'tib ketdi. Keling do'stlar, buni yana qilamiz. Men va Arem buni bajaramiz. Qani ketdik. Hali boshlanmadi. Namjoon juda harakat qilyapti. Hobining baliga qarang. Jihob yaxshi. Arem olmush balgaga. Jihob reytingini qarang, u buni juda yaxshi biladi. Jihobga qarang. Jihob 3-chorakka ketdi. Jihob 3-chorak rekordiga ketdi. Bu ajoyib. Haqiqatdan ham u yuqori baldan o'tdi. Namjoon raqobatchilik qolib, endi qo'yadiganlar safiga kirib olgan. Qanday ajoyib, men birinchi o'rindaman. Jin shu yerda. Iltimos kuting, men soatimni yechib olaman. Qani ketdik. U sekin. U ikkinchi chorakka bordi. Qani ketdik. Oh, Jin. Voy, rostdan ham. Otish va uni kiritmaslik qiyin, bilaman. Uning orqasi juda achinarli ko'rinadi. Arem Jinga qarshi. Qanday ajoyib, bu ham mahorat. Nima uchun ikkita to'p uchib yuribdi? Hammasi joyida. Biz buni kulguli qilishga harakat qildik. Buni kulguli qiling. Nega har doim yomon ish qilganingizda kulguli qildingiz deysiz? Jiddiy haqiqatdan ham yomon ish qildi. O'yin tamom, men oxirgimanmi? Ha, tugadi. Sen oxirgisisan. Yakun natijalarga qaraylik. Arem buni kulguli qilishga uringanini aytdi va oxirgi marta sinab ko'rsin. Nima? Jin, siz ham buni kulguli qilish uchun o'ynadingiz, to'g'rimi? Hey, buni men albatta kulguli ko'rinish uchun qildim. Unda o'ynaylik, bu final o'yini bo'ladi. Men uni mag'lub eta olaman. Keling, bu safar buni kulguli qilmaymiz. Rostini aytsam, men seni mag'lub qilaman. Nega u juda yaxshi? Bu shugadan yuqori Arem birinchi o'rinni egallashi mumkin. Arem ajoyib. Jungkookdan shu Aremni qo'lyapti. U buni haqiqatan ham kulgili bo'lishni xohladimi? U birinchi o'rinni egallashi mumkin. Arem Jihobdan ham o'tib ketdi. Men sizlarga aytdim, men kulguli bo'lish uchun harakat qilardim. Siz birinchi o'rin bo'ldingiz. U holda bu qanday yakunlanadi? Jin, nega basketbolni yaxshi bilmaysiz? Yakuniy ballni e'lon qiling. Barchangiz rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Biz hozir siz o'ynagan hisobni qabul qildik. Ajoyib, men birinchi o'rindaman. O'shanda men oxirgiman. Biz ikkita o'yin o'tkazdik va oltin yutdik. Men butun vaqt davomida oxirgi bo'lganman faqat. Men oxirgiman. Voy, rostdanmi? Haqiqatdanmi? Bu basketbol bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bir necha yil davomida basketbol o'ynadi. Haqiqatan ham kulgili. Men raqs o'yinda oxirgi bo'ldim. Men esa basketbolda oxirgi bo'ldim. Men raqs bo'yicha birinchi bo'ldim. Namjoon esa basketbolda. Bu albatta haqiqiy o'yin bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu kulgili edi, haqiqatan ham. Keyingi o'yinga o'tamiz. Keling, darhol keyingi o'yinga o'tamiz. 3-raund. Bu 300 ball, lekin 290 ball oldi. 시간 제한이 있어요. 야, 이 차 멋있네. 내가 하고 싶은 차가 아닌데. 하고 싶은 차가 아니야. 잘한다. 야, 이거 복선에 있었어.
Mobita Bantan Telegram kanali tomonidan O'zbekiston BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi.